Assalomu alaykum akalarim, ukalarim, hurmatli O'zbekiston xalqi. Tosh aka qo'ling deganlar bormi? Assalomu alaykum. Aka bo'rin jasadini beryapti, aka qo'rqitaman deyapti. Simishgan qarashi bilan, simishga o'zim turishim bilan qo'rqitaman deyapti. Akamiz poyeziga o'ynagan aka. Aka, assalomu alaykum. Nima bizda to'g'riladi, akajon? Bizda shu bosh og'rig'i bor aka. Buyrakka tosh bu. Yo'q, tosh kattami kichik akajon? Men unisini bilmayman. Mana shu yurgizib deyapsiz-ku, tushirib Yo'q, ringga tushib. Ismini ketmaysizmi? Hujjat bilan qilishimiz kerak. Bitta qog'ozcha bilan kelsangiz akaman ko'rishim kerak. Sotilmayaptimi? Kattami kichikmi? Ha? Sog'liqqa zarar yo'q bu. Yo'q, aka qiynalib kelyapti ekanda, akajon. Bir qarab oraylik deyapman-da, akajon. Toshma deyapti aka, tushirish kerak deyapti aka. Simishga surat aka. O'tdigan payt kuchanish yo'qmi akajon? Yo'q. Yurgan payt faqat. Yurgan payt bu bo'yray og'rig'i. Qo'zg'aloqdimi yo'qmi toshda? Mana shu yurmayapti, yurgizib yuboring deb siz oldingizga kelganman. Yo'q, bitta ringga tushib kelsangiz qayerda joylashganini bilsangiz aka suraveradi. Bo'yrayda o'zi joylashgan, u men o'zim juda yaxshi bilaman. Akajon 5 mingni beraman. Aka yana bitta paket beraman. Po'chog'ini ham tayyorlayman. Po'chog'ini tayyorlasiz, uvolib qolasiz aka. Qaynatib ichsam shuni. Ha, po'chog'ini qaynatib ichasiz akajon. Qaynatib ichsam zakonni bo'ladi. Ha, urug'ini yeb qo'ying, agar tosh tushmasa urug'ini yuborasiz akajon. U yana ham sura. Ha, yo'q, urug'i hozircha kuchli qiladi akajon. Ha, toshni kattalashtirmang akajon. Bo'ldi. Ha, pul bermoqchimiz? 5 ta. Yo'q, shart emas akajon. Yo'q, endi Yo'q, bor. aka joni sog' bo'lsin akajon. Mehmon ekansiz akajon. Charchamang. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Yo'q, beraymi serozdan? Yo'q, endi u serozli shart emas. Ko'tara olmaysiz akajon. Shunday, ha, og'irda Birinchi bilgingidan bir ko'ring. Ha, bu yerga surib olaylik, keyin oshqozonga olamiz. Ha, qaynatib iching birinchi aka. Urug'ini yeb. Po'choqda keyin-da. Ha, po'choq qaynatib Ha, ichasiz. po'choqda oxir. Aka charchamang. Sog' bo'ling. Aka charchamanglar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli O'zbekiston xalqi. O'sha siz ko'rib turgan kameradagi oddiy bir O'zbekiston semichka turishi, oddiy yigit. O'rtoqlar, mana shu semichkani xudo xolasa ishlab chiqarishni boshladik. Sifati a'lo darajada, siz o'ylagan tam mana shu semichkaga bor. O'ylaymanki, sizlardan bitta yordam, iltimos sizlardan mana shu semichkani sizlar turgan joydan O'zbekiston bo'ylab oldingizdagi magazin bo'lami, supermarket bo'lami, shular insonlardan 3 marta ukamiz semichkasi bormi deb bir og'iz so'rasanglar, ana shu akamizmi, opamizmi shu semichkani olib kelishga majbur bo'ladi, qidirishga majbur bo'ladi. O'rtoqlar bitta qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, juda ham xursand bo'ladik. Zo'ra bir oddiy semichkachi bir ko'tarilib, Xudo xolasa xalqimizga foydasi tegadigan inson bo'lamiz. O'rtoqlar, sizlar paddishkalariga muhtoj bo'ladigan oddiy semichkachi. Joninglar sog' bo'lsin. Akajon, Billa oyoqlar hali og'riq bor. yo'q, Ha. Havo kuchli ekan, shamollashamiz bom deyman-da. aka, hech kim bilmasa aka 5 ming semichka beraman aka. Hop. Ko'rmaganlar yo'q bittasi. Bo'ldi. Xudo xolasa akajon. Bo'ldi. Bo'yiga ham ta'siri bor aka, bo'yiga. Uylanganmisiz yo'qmi? Yo'q, hali bor. Qanday bor? Yosh 40 ta beryapti bashara. Yuribdi. Ha, 40 ta beryapti aka. Yoshartiradigan edi. Yoshartiradigan. 5 ming beraman, normal. Ha, yoshartiradigan qilyapman. Faqat ko'rgani qo'yib yurmang. Akajon. Bu kuchli, bu semichka kuchli akajon. O'ynashmayapti aka. O'sha aka semichka chopasiz-ki, uyga borib pasport qidirib yurasiz. Ism familiyam ochsam nima endi aka? Yo, serios aka. Obshim aytasiz aka, o'sha ko'chaga o'sha uyni yo'qotib taraf bo'lganlar ikkita odam qo'lingizdan borib mehr ko'zga olib chiqadi. Shunga savob uchun deb aka toniganlar bo'lsa olib ketinglar deb aka. Serios, shunday kuchli semichka aka. Damol aka. Xudolar baxtli bo'lishingizni xohlaymiz aka. Topamiz ashira ko'rib turganlar aka, mana shu aka topinglar deb qiziqtirib yursa, uchrashtiraman aka. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Kelinglar. Aka, ana siz